Obunachilar, bugungi videoda biz o'tgan safar bunkerlar jangi bo'lgan edi. Endi bu safar uylar jangi bo'ladi. Qanunda let's go Muhammad Amirning oldiga boraylik-chi. Let's go. Ketdik, qani Muhammad Amirning oldiga boraylik-chi. O'tgan safargi Said Nazar akaning sirlari fosh bo'ldi degan videomizni ko'rmaganlarga ko'rishni maslahat beraman. Chunki u videoda Muhammad Amir sayohatga ketgan, to'g'rimi? Bu damlamalar tayyorlayotgan. Buni sirlarini fosh qilib qo'ydi. Do'stim, o'tgan safar sen bunkerlar jangida g'alaba qozonib deb o'ynasholma, tushundingmi? Bu safar uylar jangida men yutaman, tushunsanmi? Tushundingmi? Urma. Yedirib qo'yaman bitta. Hopda 1 2 3 olg'a. Bu ana va biz o'tgan safar video olgan joydamiz. Faqat biz kelganimizda quyosh charaqlab turgan edi. Bu yerda esa bu yerda quyosh botyapti. Nega sen bu yerni buzyapsan? Tushunmayapman men. Sen so'ragin deb tush pastga yo'qol. Tash. Ay, kelsa. Vay. Prank qilaman senga. Bo'l, qaysi taraf saniki? Navoiy taraf uraman. Bo'pti, o'tgan safar bu tarafsan. Endi to'xta hozir. Farqi yo'q, biz uxlamasdan yo'qiramiz. Kim uyi chiroyliroq bo'lish? Chidamli va chiroyli emas, faqat chiroyli. Davay, biz uyimizni mana bunaqa daraxtdan quramiz. Endi u bizni gaplarimizni eshitmaydi. 4 ana. Bu bizning uyimiz eng chiroyli uy bo'ladi. O'tgan safargi videoda bunkerlar jangida u g'alaba qozongan edi. Endi bu safargi videoda biz aniq g'alaba qozonamiz, obunachilar. O'tgan safar qo'yib bergan edik. Shuning uchun endi albatta bizga ko'nikdan cho'chqa chiqish kerak. Obunachilar, sizga nima gapim bor edi. Sizlarga rahmat. Mana nihoyat biz 100 ta bilan o'tib ketdik. Endi bizning niyatimiz yozgacha 150 ta bo'lish. Qani siz 100 ta qildingiz, endi 150 ta ham qila olasiz. Men sizlarga ishonaman. Iltimos, kanalga obuna bo'ling va komment yozishni ham unutmang. Muhimi like ham esdan chiqmasin. Ana bizning uyimiz deyarli tayyor. Endi poliga blok tanlash kerak. Poli. Qanday blok? Mana bundan qilamiz. Uyga chiqqan izohlarda yozib qoldiring. Bu uyni qurishga ham ko'p vaqt yetadi. Men bu joylarni kesib tashlayman. Obunachilar, men mana uyni qurib bo'ldim. Endi navbat uyni jihozlashga. Ana. Bu tushmadi. Mana bu yerga ikkita bundaqa nakovaniya qo'yamiz. Bitta hitadi faqat pechka, verstak, sonduklarni qo'yamiz. Endi bu yerda bizni yotoqxonamiz
holatda bitta bitta pechka sondiq qo'yib qo'yamiz. Mana dumalab ketmaslik uchun endi uyimiz bilan bir xil olovrangga o'rnatib chiqamiz. Ana. Bizga gul tuvak. Bunun ustiga qo'yilmas ekan. Demak, biz bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta qo'yamiz. Bu yoqqa biz nimaligimizni, boyligimizni isbotlash uchun kallalarni qo'yamiz. Mana dahshat. Bu yerga mana bu kallachalarni ham qo'yamiz. Endi biz bo'ldik. Uyimiz juda ham zo'r chiqdi. Endi sondiqqa kerak emas narsalar solib qo'yamiz. Tezroq solish kerak. Hozir endi biz Amir bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Bo'ldi, men boshqa kuta olmayman. Ketyapman oldinga. Kelarim. Bo'ldimi? Men bitta olayapman, sen kelaver. Yo'q, bu qonunga zid. Biz uni kutishimiz kerak bungacha. Yo'q hali. Uyimiz oldiga kichik shinamgina o'zimiz uchun bitta voygina hovuzcha qurib qo'yamiz. Narbon tayyor bo'ldi. Obunachilar, mana biz hovuzni ham qurib, endi Muhammad Amir oldinga ketyapman, bo'l. Men gilamlarimni qo'yapman. Yaxshi. Bo'l, mana bu nimalar kutadigan tepaga, eng tepaga qurganmiz-ku. To'rtburchak qilib o'sha yerga kel, bo'l. Hop, ketyapman. Men bitta narsani topolmayapman. Bo'l, tezroq endi. Bo'l endi.
Voy! Promaster demasterman tamam. Promaster demasterman men. Mendan zo'ri yo'q. Dirimga batir drop qilishni o'zim o'rgatganman. Keyin vadrop bizdan qolib ketgan narsa. Ko'ryapsanmi? Promaster demasterman-da. Ustasiga farqi yo'q. Davay. Sen uyingni qurguncha qorong'i ham tushib bo'ldi. Birinchi sanikini boshlaymiz. Yurtchi tanishtirchi bizga. Kiraylikchi qani bir yo'l boshla. O yaxshi uying. Surat qo'yish esimdan chiqib qopti. Mayli, abdi yur endi kir. Yo beshigingni. Endi yurchi endi menikiga. Davay. Va kutib ol, san'at asari. Va bu mening uyim. Chiroyli, juda ham chiroyli. Bitta kamchiligi bor. Yotoqxona qani? G'alay kuchi deb ataladi u. Mana bu nima katta xonangning yotoqxonasimi? Yotsang tursang qatta bo'ladi. Ho'k sinab ko'ramiz. Boshing qayerda paydo bo'ladi? Qarovchi obunachilar Muhammad Amir yutqizganini tan olmasdan birdan chiqib ketdi. Biz yutdik, hammaga xayr.